Xo'sh, barchaga salom bo'lib. Meni ismim Kompot va meni video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, короче, bugun nima qilasan deydiganlar bo'lsa, ya'ni men invertorimdan ko'rib, bugun biza nima desam bo'ladi hozir. Ha, bolalar, biza shaxtaga boramiz. Bugun har doimgidek o'zimizning polizimizga yoki merda ishlarini qilmaymiz. Bugun o'zimiz uchun, ya'ni pullar qidiramiz. Ya'ni pul emas, nima desam bo'ladi, zumratlarimiz qolmagan. Bir ikkita narsalar, misol uchun ko'mir, temir olib deganlaridek, aytgacha mana bu kirka ham juda ham zo'r. Sizlarga ko'rsataman buni xususiyatlarini shaxtaga borganimda. Xo'p, temir, men bu yana shunaqa narsalar deganlaridek shunaqa narsalarni olamiz deb sotamiz va zumrat qilamiz. Xo'p, buni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Men bu toshni buzyapman, toshni o'zidek bo'lib tushyapti. Ya'ni men bu bulojnik deydilar, короче, shunaqa bo'lib tushmayapti. Mana bu esa buni qaranglar, qaynatib o'tirishim shart emas, ya'ni qizdirib o'tirishim shart emas. Buni Minecraft o'ynaydiganlar tushunsa kerak, yaxshigina tushunsa kerak. Sababi men qaranglar, ko'rishingiz mumkin, temirda o'zi tushdi. Temirda nima desam bo'ladi, mana bu blokka tushmadi. Xo'sh, ana endi bu degani bu bizning kirkamiz juda ham zo'r va noyob desa bo'ladi. Nimaga buncha ko'p temir bor ekan bu yerda? Xo'sh, ana endi biza nima desam bo'ladi, bugun bir ikkita temirlar qidiramiz. Har qalay zumrat topolmasak kerak. Albatta zumrat topolmasak kerak. O'zi anchadan beri qiynalib yuribmiz. Lekin mayli nima bo'lganda ham demoqchi edim, tushmadim. Bu zumratmi? Obunachilar, buni qaranglar. Zumrat topdim. Bitta ikkita bloklarni buzib, hali buzishga ulgurganim yo'q. Mana bu zumrat topib o'tiribman. Wow, juda ham zo'r. Lekin mayli, bo'lmasa mana zumratni olamiz. Yaxshi zumratli bo'ldim. Bor, vashye, men juda ham xursandman. Mayli. Hozir shaxtadan chiqib ketsam ham bo'ladi, lekin yo'q, hozir baribir biz yana bir ikkita kavlashimiz kerak, ko'proq temirlar topishimiz kerak, bilasizlar obunachilar. Endi yashash shunaqa qiyin-da. Xo'p, mana bu yerlarda-chi? Xo'p, bu yerlarda yo'q ekan, mayli. Xo'sh, bo'lmasa mayli, kavlayveraychi, bir gap bo'lar, birorta nimadir chiqib qolar. Xo'p, obunachilar, men anchadan beri kavlab o'tiribman demoqchi edim. G'alati, juda ham katta g'or chiqdi. Obunachilar, qaranglar, juda ham katta ekan haqiqatdan. Ha, bu tomonga borsam ekan. Yo'q, tutaylar, bu lava tomonga bormaylikchi, bu tomonga boraylikchi. Xo'sh, bu yerda redstonelar bor ekan. Menga umuman redstone kerak emas va tutaylar, nimaga mana bularni qo'yib qo'yishgan? G'alati. Kimdir qo'yib ketgan bo'lishi mumkin. Bu redstone mi yo bu o'zim men ko'zim shunaqa ko'rinyapti. Juda ham g'alati narsa ekan. Mana bo'lmasa biz ko'raylikchi nima ekan. Xo'sh, voy, mana buni qaranglar, vashye. Buni qaranglar, vashye oyog'imni vashye anon qilib oldim. To'xtanglar, boyagi narsa nima edi? Obunachilar, bu qizil zumratmi? Men tushunmadim. Menga hozir shuni tuyulyaptimi yoki men obunachilar, qizil zumrat. Obunachilar, men qizil zumrat topdim. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, ehtiyot bo'lib o'tishimiz kerak. G'alati. Qizil zumrat bo'lsa, hozir bularni bulsam ekan. Yo, to'xtaylar, vobchita men bunday qilib yopib qo'yganim yaxshi deb o'ylayman. Obunachilar, buni qaranglar, men qizil zumrat topdim. Voy, bu nima ekan, ha? G'alati obunachilar. Buni qaranglar, qanaqadir lava va lavani ichida qanaqadir bo'shliqlar. G'alati, mayli, bo'lmasa mana bu yerdan yurib ko'ramiz va ehtiyot bo'lishim kerak, voy. Вообще qizdirib yuboryapti. Tezroq bu yerdan chiqishim kerak. Xo'sh, yaxshi demoqchi edim. Bu tushmadim, bu hozir olovrang zumratmi? Yo'q, men qanaqa zumratlar topib boshladim? Tez bularni buzishim kerak bo'lmasa. Qani? Xo'sh, bu yerdan tezroq o'tib olaylik, keyin ko'raman. Xo'p, buni qaranglar. Olovrang zumrat, voy, вообще chotka ekan boru. Buni qaranglar, men hozir menda qizil zumrat, yashil zumrat va olovrang zumrat bor. Ya'ni yashil zumrat o'zi oddiy zumrat, lekin buni qaranglar, menga 3 xil rangli zumratlar bor. G'alati. Вообще, xo'p, bular bu yerlardan o'tishimiz kerak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Lava shuni tegsa bizani kal qilib yuborishi mumkin, boshimizga tegib qolmasin. Xo'sh, voy, bu yerda kimlar bor ekan? Qo'y, yaxshimisizlar? Voy, salani. Voy, men urikaman, bular yomon ekan, juda ham yomon. Tezroq o'ldir. Voy, sanami, meni urma. Ket. Bo'l. Tutaylar, mana biz spamnerni buzishimiz kerak. Yaxshi. Obunachilar, men kutmagandim. Bularni yaxshi odam deb o'ylagandim. G'alati. Bularda nima bor ekan? Ko'mir, mayli, ko'mirni ham olamiz. Xo'p, bu doskalar, mayli, ya'ni taxtalarni ham olib qo'yamiz va bu yerda oltinlar bor ekan. Mayli va tushmadim, bu hozir sariq zumratmi? Obunachilar, men hozir hayronman, qanday qilib sariq zumrat bo'lishi mumkin? Qani buni buzib ko'raychi. Obunachilar, haqiqatan sariq zumrat ekan. Men har xil rangli zumratlarni topishni boshladim. Buni men qanaqadir challenge menga yoki bu shunaqa narsami ekan? Qanaqadir programmalashtirilgan narsaga o'xshayapti obunachilar. Mana qaranglar, men hozir har xil rangli zumratlarni topsam, barcha har xil rangli zumratlarni, ya'ni hozir men oq va siyoh rang zumratlarni topsam, men bilasizlarmi qanaqa zumratni yasasam bo'ladi?
bilishinglar mumkin, bilsanglar ham kerak. Men juda ham noyob zumrad yasayman va men milliarder bo'lib ketishim mumkin. Ha, milliarder bo'lib ketishim aniq obunachilar mumkin emas. Voy, to'xtanglar, men o'zimga kiyib olishim kerak bor vashshi. Xo'sh, mayli, bu oltinlarni ham olib qo'yaylik. Bizga baribir ham kerak bo'lishadi. Oltin shu kunlarda o'zi qimmat bo'lib ketgan. Xo'sh, yaxshi, ana yaxshi. Hop, bularni qo'yib qo'yamiz. Okey. Xo'p, ana endi bu yerda qanaqadir g'alati lapislar bor ekan, lazurint nimadir deyiladi, demoqchi edim. Obunachilar, bu hozir ko'kmi? Ha, obunachilar, bu yerda ko'k zumradni ko'ryapman. Yaxshi, xo'p, bitta nafas olamiz. Yaxshi, xo'p, yana bitta nafas olamiz. Bo'ldi, mana shu usulni sinab ko'rsanglar, bemalol nafas olishinglar mumkin misol uchun. Xo'p, mayli. Bo'lmasa bularni tezroq o'zamiz. Hoppa, yaxshi. Obunachilar, bitta nafas olamiz-da, ana endi chiqib olamiz. Xo'sh, yaxshi, mana obunachilar chiqib bo'ldim va menga hozir qaranglar, necha xil 5 xil rangli zumradlar bor. Voy, bola, juda ham zo'r va menga juda ham yoqmoqda. Xo'p, mayli, bo'lmasa hozir obunachilar, hop, bu yerlarda bormi-kan? Yana bu yerlarda yana qanaqadir yerlar bo'lishi kerak demoqchi edim. Ha, o'rnashlarni qaranglar, mana bu yerda qanaqadir yer bor ekan. Bu yerda mana bunaqa anolar, oltinlar, mayli, oltinga endi oddiy qarab qo'ydim bor. Hop, bu yerdachi, bu yerda yo'q ekan. Mayli, bo'lmasa bu yerdan qaytib chiqqanimiz yaxshi. Xo'sh, mayli, qayerga ketayotdik va bu yerga ketayotdik demoqchi edim. Obunachilar, olmoslar. Tushunmadim, olmos topaman deb o'ylamagandim umuman. Bilasizlar, olmos va zumradlar juda ham kamyob chiqadi va tushunmadim, qaranglar, bular. Demak, men bu yerda birinchi odam emasman. Mendan oldin ko'pchilik sinab ko'rishgan. Ha, bu men bu har xil rangli zumradlarni ko'pchilik olishga harakat qilgan. Mayli, mana bu ehtiyot bo'lishim kerak, mayli. Xo'sh, otib yubormas ekanman, bo'ldi. Mana bu bo'lmasa men bu bitta olmosni buzib ko'ray, menga har qalay kerak bo'lib qoladi. Hop, yaxshi. Xo'sh, bu nima edi? Bu vashim musor narsa ekan-ku. Voy, to'xta. O, sal qo'li tegib ketganida men tamom bo'lardim aniq. Hop, men buni o'tib olaman va obunachilar, men och ko'k rangli mana bu anoni ko'ryapman. Voy, vapshe bor. Voy, ana endi menga to'xtanglar, hozir necha xil rangli zumrad qoldi. Xo'p, bu yerda, xo'p, menga yana nechta zumrad kerak ekan? Bu yerda hozir 6, yana oxirgisi qoldi. Bu siyoh rangli zumrad bo'ladi. Ha, ehtiyot bo'lishim kerak, yana bu yerga tushib ketib, yana mana bu skeletlarning ahvoliga tushmay. Xo'sh, yaxshi. O'tib oldim. Xo'p, ana endi menga bitta mana shu siyoh rang zumrad topishim kerak. G'alati, bu yerda portal bor ekan. Nima uchun qo'yib ketibdi ekan? G'alati. Obunachilar, sizlarga qiziq bo'lmoqdami? Va obunachilar, mana bu och ko'k rangli rangni o'zbekchada anosini bilmayman, ya'ni bilmadim, qanaqadir rang desa kerak. Hop, bu tomonlarda bo'lishi kerak zumradlar. Xo'sh. Bu yerlarda zumrad yo'qga o'xshayapti. G'alati. Xo'sh, bo'lmasa mana bu yerdan kiramiz-da. Portal ichiga kirib birga bo'lar, bo'lmasa mayli, voy, boshimni aylantirib yuborganini. Xo'p, obunachilar, mana shu yerda voy, sanama. Qo'rqib ketibman, mana bu oddiy ko'rshapalak ekan-ku. Oho, qaranglar issiqligini. Menimcha haylo, buni qaranglar, juda ham ko'pligini mana bu ana zumradlarni. Siyoh rang zumradlar u yerda juda ham ko'p ekan. Mayli, bo'lmasa nima bo'lganda ham men hozir kakras o'zimni suvimni olib kelganman. Mana shunday suvimni mana shunday qo'yib, hozir lavalarni yo'q qilib demoqchi edim. Obunachilar, sizlar bu narsani bilarmidinglar? Men bilmayman, misol uchun bilmadim, buni kim qilib ketgan, ya'ni qilib ketgan deyapman. Bu o'zi mana shunaqa nima deyiladi? Neziretda obunachilar suv qo'yib bo'lmaydimi? Men bu narsani bilmagan ekanim, chunki men neziretga deyarli kelmaganman. Umuman kelgan bo'lganimda ham suv qo'yib ko'rmaganman. Ha, demak bu yer har doim shunaqa harorati baland, yuqori bo'lsa kerak. Xo'p, mana shu yerga chiqib oldim. Yaxshi. Ana endi olamiz demoqchi. G'alati, bularchi obunachilar meni aldashdi. Bu yer mana endi meni aldashdi deyotgandim. Oy, obunachilar, sizlar ko'rishinglar mumkin, men 7 xil rangli zumradni topdim. Ha, obunachilar, buni vashshi sizlar, voy, kompot, bunaqa zumradni uncha odam topolmaydi. Ha, men hozir 7 xil rangli zumradni topgan birinchi odam hisoblanaman, obunachilar. Tez shuning uchun like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasa. Bo'lmasa hozir men tezroq anonga borib, juda ham kamyob zumradni qurishim kerak. Crafting table makarish versiyasiga oldiga borib. Xo'p, mayli, bo'lmasa bu yerlardan hozir chiqib olamiz. Keyin video kamerani yoqaman. Bo'lmasa hozir yana qaytib kelayotganimni yoqmasam kerak, obunachilar. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin, men hozir o'zimning qishlog'imga keldim, hech kim ko'rmaslik kerak. Xo'p, yaxshi, men yana bilib qolgani yo'q, menimcha hech kim. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa, xo'p, bu yerda qizil rangli zumrad, olov rangli zumrad va yana mana bu yashil, sariq, ochko'k, ko'k to'zi va siyoh rang. Obunachilar, buni qaranglar.
har xil rangli zumradligini. Voy 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 bola hech kim bizani ko'rmasligi kerak. Buni qaranglar, juda ham zo'rligini, buni qaranglar effektlarini. Juda ham zo'rligini. Omad effekti, yana qanaqadir effektlar, sakraydigan berserk, yana juda ham zo'r suvning ostida nafas oladigan, xo'sh, yaxshi demoqchi edim. Oy, qishloqlar nima ko'payib ketdi? Tushunmadim. Qishloqlar yaxshimisizlar? Kompot yaxshimisan o'zi? Ha, yaxshi. O'zingizlar nima gap, nima kelinglar? Kompot, bilasan, sen juda ham zo'r odamsan. Sen meni do'stimsan, bilasanmi? Ha, bilaman. Kompot, yur, bu choy ichamiz. Men senga choy bilan mehmon qilaman. Nima? Choy bilan? Yo, kerak emas. Mayli, bu yerda yopib qo'yganim yaxshi. Obunachilar bular qanday bilib qolishdi boru. Вообще men bular bilib qolishi deyarli hozir qurib bo'ldim. 5 sekund o'tmasdan ular bilib qolishdi. Voshye, demak bu yerda kameralar yoki nimadir bo'lsa kerak. Nima ham derdim, mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Aytgancha obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasa, men bir save qurib, mana shu zumratimni saqlab qo'ymasam bo'lmaydi. Mayli, xayr, sog', salomat bo'linglar.